Inonu Universitetining professori Erxon Aydinning ayoli 5 oy burun onasining og'rib qolganlik xabarini anglab Urumchiga borgan. Ammo qaytib kelolmagan. Aydin apandim Xitoyning ayolni Turkiyaga qaytib kelishga ruxsat qilmaganligini bayon qilib, davlat organlaridan yordam talab qilganligini, shundaqla to'y xiti va ayolning Turkiyadagi xizmat qilish belgisini Xitoy elchixonasidan tasdiqlab avatgan bo'lsa-mu, yana hech qanday natija ololmaganligini aytdi. 6-cı növbətlik Türk tillik dövlətlər başlıqlarının uçuruş yığını 3 sentyabr Beşkekdə açıldı. Bu Türk tillik dövlətlər başlıqları kengəşinin yaxınqı 3 yıldan beri ötküzgən tuncu yığınıdır. Xabar qilinishicha, bu növbətlik başlıqlar yığında hər qaysı tərəflər rayon xarakterlik məsələlər, mədəniyyət, insonparvarlik, yordam, Türk dövlətlər kengashi və hər qaysı organlarının tərəqqiyatı qatarlıq məsələlərdə o'zaro fikr almashtirdi ekan. Qırğıziston Tashqi ishlar ministrligi yana yoshlar masalasi bilan milliy tantarbiya sohasidagi hamkorlikning bu qatim muzokara qilingan xalqliq masalalarning biri ekanligini bildirgan. Bu qatimqi yig'inga Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Vengriya muavin prezidenti Viktor Orban qatorliqlar qatnashgan. Jungo Afrika hamkorlik yig'ini ochilish marosimida so'z qilgan Xitoy davlat raisi Shi Jinping Xitoyning Afrikaga 60 million dollar yordam qiladiganligini, shundaqla Xitoy bilan do'stona munosabat o'rnatgan Afrikadagi kambag'al davlatlarning 2018-yildagi to'layamagan davlat qarzlarini ko'tarib yetadiganligini dedi. Liviyaning poytaxti Trablusda Ayin Zara turmasidan necha yuzlagan mahbusning qochib ketganligi aniqlandi. Turma saqchilarımı özünün hayatı xavf yetishdan qo'rqib to'sishga ojizlik qildi. Bu turmaga solangan mahbuslarning ko'pinchisi yenik jinoyat o'tkazgan va Liviya sobiq davlat raisi Kazafini qo'llovchilari edi. Rossiya 9-ayning 3-kunidagi xabarda Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rossiya bilan Amerika munosabatining yaqinda ancha parlaq bo'lmaydiganligini, ammo oxirida ikki taraf qaytadan ittifoq quradiganligi ishondiganligini bildirdi. Shundaqla ikki davlatning munosabatining yaxshi bo'lishi iqtisodiy jihatdan har ikki tarafga texnik ko'p foyda olib keladiganligini ta'kidladi.